Assalomu alaykum. Bugun go'shtli pirog pishiramiz. Buning uchun 250 gram margarinni 300 stakan un bilan yaxshilab urug'laymiz. 1 choy qoshiq razrixli, 1 choy qoshiq dro'jji solib aralashtiramiz. So'ng 1 piyola kefirimizni solamiz. Bitta tuxum solib, yumshoq xamir qoramiz. Xamirimizni 30 daqiqaga tindirib qo'yamiz. Bu orada qiymasini tayyorlab olamiz. Buning uchun bitta kartoshka, 2 piyozni to'g'rab olamiz. 200 gram farsh solib, xohishga ko'ra ziravorlardan ham solib, yaxshilab aralashtiramiz. So'ngra xamirimizni olib, 2 ta zuvalaga bo'lamiz. Bittasini kattaroq, bittasini kichkinaroq. Kattaroq zuvalani pirogimizni tagiga qo'yamiz. Xamirimizni listimizga moslab yoyamiz. Listimizga joylab olamiz. Qiymasini ustidan solib, keyin kichkina zuvalamizni yoyamiz. Ustini yopib, chetlarini burab to'kib chiqamiz. So'ngra 1 choy qoshiq yog'ga bitta tuxum sarig'ini yaxshilab aralashtirib, pirogimizni ustidan suramiz. Yog' pirogimizni yaltirab chiqishiga xizmat qiladi. So'ngra pirogimizni chiroyli qilib kesib chiqamiz. Ustidan oq kunjut sepib, qora sedana bilan bezatib chiqamiz. Pirogimizni o'rtadan pastroq olovda 45 daqiqada pishirib olamiz. Yoqimli ishtaha